Qo'shtepa tumanida yilning chilgi hosili bo'lgan pilla yig'im terimi qizg'in pallaga kirdi. 7 mo'jizaning biri bo'lgan ipak qurtini boqish nozik ish. Shu bois har yili mavsumga har tomonlama puxta tayyorgarlik ko'riladi. E'tiborliki, mavsum davomida sohada uzoq yillar fidoyilik bilan mehnat qilgan tajribali pillakorlarning maslahatlari ham qo'l keldi. Ular muntazam ravishda xonadonlarda bo'lib, ipak qurti rivojini nazorat qilib bordilar. Ana shunday hamkorlik asosida qilingan halol mehnat yaratilgan xirmonda bo'y ko'rsatdi. Tumandagi Qorakaltak mahalla fuqarolar yig'ini hududida istiqomat qiluvchi Shokirovlar oilasi ham pilladan mo'l hosil olishni rejalashtirmoqdalar. Ipak qurtni tarqatganmiz xorijiy, mahalliga nisbatan yaxshi ekan. Rejasi yaxshi bo'ldi. Mana oldi topshirganlarimiz 3 qutidan deb baqib pillani to'ldirishdi. Bakti kam yer ekan. Shulari bilan yoqdi. Endi mana shu pillakorlarimiz nomidan prezidentimizga rahmat aytamiz. Buni boqib 1 yillik stajga ega bo'lyapmiz. Berayotgan subsidiya puli bilan 55 mingdan pul olyapmiz. Islohotlar pillachilik rivojiga ham zamin yaratmoqda. Ilgari faqat bahor oylarida amalga oshiriladigan ipak qurti parvarishi yoz va kuz oylarida ham davom ettirilayotgani ushbu sohadagi islohotlar samarasidir. Dilfuza Shokirova mahalladoshlari va oila a'zolari bilan birga ipak qurtlarini mehr bilan parvarish qildilar. 2 quti boqdik. Yaxshi daromadlari. Xudo barakasini bersin. 200 kiloda biz mo'ljal qo'yyapmiz. 55 mingdan pul chiqadi deyishdi. O'sha masalan 200 kilo topshirsak 11 million pul. Bir yildan keyin ham aslida bo'lib boqamiz deb niyatdamiz. Ancha daromadi yaxshi. Qorakaltak mahalla fuqarolar yig'inida 24 ta xonadonda 60 quti pilla yetishtirildi. Ayni kunlarda yig'im terim ishlari qizg'in pallaga kirgan. Maqsad belgilangan rejani oshirib bajarish.